Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Barchalarga Amerika Qo'shma Shtatlaridan samimiy salomlar. Bugungi ko'rsatuvimizda hayotiy bo'lib o'tgan voqealar haqida gaplashamiz. Bu voqealar mening boshimdan o'tgan, men yashaydigan shaharda mavjud bo'lgan islomiy radikal tushunchadagi o'zbek jamoat bo'lib, ularning mening ustimdan chiqargan noqonuniy va nohaq hukmlari haqida gaplashamiz. Ular o'zlaricha Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lishiga qaramasdan, go'yoki o'zlarining islomiy davlatini qurib olishgan va shariat hukmi bilan o'zlariga yoqmagan har qanday odamni bemalol jazolashga harakat qilishadi. O'sha diniy radikal tushunchadagi o'zbek jamoati Turkiyadagi Sodiq Samarqandiy taxallusi bilan nom chiqargan turkiyalik diniy bloger Sodiq Samarqandiydan meni kofir deb fatvo olishadi va meni Sodiq Samarqandiy fatvosiga asosan o'zlaricha asossiz ravishda jazolashdi. Ular meni hajr qilishdi, kofir deb e'lon qilishdi, men bilan aloqani uzishdi, salomatlikni to'xtatishdi. Menga ular moddiy, ma'naviy zararlarni berishdi. Bular meni o'zlaricha kofir deb hukm chiqarishdi, o'zlarining uydirma shariatiga asosan jazolashdi. Bugungi ko'rsatuvimizda mana shu jamoatning meni ustimdan chiqargan asossiz va noqonuniy hukmlari haqida gaplashamiz. Ko'rsatuv davomida o'sha majlis ishtirokchilarining ba'zilarining ovozlaridan foydalanganmiz. Ularni animatsion video shakliga keltirib sizlarga taqdim etmoqdamiz. Marhamat, tinglab tomosha qiling.